Oralaringizdan bir kishini tanlab professional tradingni mutlaqo bepul o'rgataman degandim va shu kun keldi do'stlar. Telegram kanalida aynan shu insonni tanlab olish uchun anketa qoldirdim. Bemalol o'tib to'ldirishingiz mumkin va shu inson siz bo'lishingiz mumkin. Tanlab olgan inson nima imkoniyatlarga ega bo'ladi? Birinchi navbatda tradingni o'rganadi, ikkinchi navbatda mana kompaniyalarimga boradi, miningni o'z ko'zi bilan ko'radi, boshqa proyektlarim bilan tanishadi. Uchinchi o'rinda sport bilan shug'ullanmasa, обязательно sport bilan shug'ullanadi. To'rtinchi o'rinda biznesni boshqarishni, qanday qilib men operatsiyonkasini, balance managementni qanday qilib boshqaraman, hammasini o'rganadi. Beshinchi va eng muhimi, meni kompaniyamda qolib, mendan investitsiya olib boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu hech qanaqa hayb emas, chunki men bir kishini tanlab xalqqa ko'rsatmoqchiman. Asli trading bu professional soha. Chunki hozir xalqimizga trading desangiz, ular qanaqadir qimor yoki tez boyish yo'li, umuman olganda noto'g'ri tushuncha paydo bo'lgan xalqlar. Shu narsani yo'qotmoqchiman. Shu narsa uchun kurash bu. Tanlab olgan insonning birdaniga boy bo'lib ketmaydi, mashinalar olib ketmaydi. U 6 oy davomida mashaqqatdan, sabrdan, ilmdan, disiplinadan hammasidan o'tib boradi. Uddalasa meni kompaniyamga ishga kiradi va bu narsa men asosiy maqsadim xalqqa ko'rsatish. Xalq ko'rsin professional trading nimaligini. Faqat bir kishini tanlab olasiz. Qolganlarchi deydiganlar uchun Telegram kanalida ana ko'rishingiz mumkin. Darslar berib borilyapti. Telegram kanalga bemalol kirib darslarni, professional darslarni o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Berib borilyapti do'stlar. Men nima demoqchiman? Hamma ilmli bo'lsin, hamma to'g'ri tushunsin, O'zbekiston rivojlansin. Biza tushunaylik trading aslida qanaqa sohaligini, professionalizm nimaligini. Bunaqa tez bo'yish yo'li, qimor emas bu narsa. Ishtirok etish, anketani olish va darslarga ega bo'lish uchun shu video kommentida anketa so'zini yozib qoldiring va biz sizga direktdan barchasini jo'natamiz. Hammaga omad, bismillah.